Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi obzorimiz jalyuzini dikey pardasi bo'ladi. Buni afzalliklari qisqacha tanishtirib o'tamiz. Doğru ochib qo'yishingiz mumkin. Yana bir ipini o'sha torsangiz ochiladi bu. Xohlasangiz yopib qo'yishingiz mumkin. Yoq tarafı bilan yo'rilmaydi. Bu yerda yana plisi jalyuzimiz bor. Yana ramkalar ichiga qo'ysa bo'ladi. Xohlagan düz qo'yish mumkin. Quyosh nuridan zo'r himoya qiladi bu. Xohlagan rangidan bo'lmaganini ko'rasizlar. Bu yoqda sifatli raqlari bor. 2 qavatliq deb aytiladi. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'lsa, pastdagi nomerlar aloqa chiqarasizlar. Katalog bilan boramiz, borib o'lchab zakaz qilsangiz, olib borib qistirib beramiz.